Меня зовут Фредерик Брюне, доктор наук. Я работаю в Национального центра научных исследований в Париж. Я археолог, специалист по Центральной Азии. Я работаю здесь больше, чем 30 лет. Я руковожу экспедицией, которая называется МАФАК, французская археологическая экспедиция по Центральной Азии. Мы приехали в этом году, чтобы работать снова на пещере Хатак с профессором Рустам Сулеймановой и Акмал Мухаммадиев. Нам очень интересна эта пещера, поскольку мы считаем, что это исключительный памятник, ключевой памятник по палеолиту, по истории человека. В этом году мы еще расширили раскопки на несколько квадратов, и мы обнаружили еще новые культурные слои периода палеолита. Это просто замечательно и великолепно, поскольку здесь сохраненность, весь материал очень хороший. То есть все сохранилось. И каменные индустрии, и фауна, и кости животных, и все структуры. То есть как будто бы люди только что вышли, да, ушли от пещеры, когда они жили здесь в древности. То есть нам перед глазами у нас такой шанс увидеть, как люди, древние люди жили тысячи лет до нашей эры. В этом году мы обнаружили, то есть, новые материалы, новые культурные слои и новые структуры, которые можно относиться к этому периоду каменного века. И для истории Узбекистана мы считаем, что это очень важно и великолепно, потому что здесь сохранилось все, как было в это время. Suleymanov Rustam Hamidovich, O'zbekiston Milliy universitetida arxeologiya kafedrasida professor. Qo'riqxonasidagi bir 3-4 yil oldin topilgan Xatak g'orida turibmiz. Judayam muhim paleolit, dunyo paleoliti davrida shov-shuvga bahona bo'lgan bir obyekt. Sababi teshik toshda bir poy bo'lib chiqdi. Davri ham bir xil. Tosh industriyasi ham bir xil. Turli tuman hayvonot vakillarining qoldig'i ham bir xil. Ammo teshik tosh g'orida farqi bundan madaniy qatlami bor yo'q paltara 1,5 metr bo'lgan. Kichkinagina bo'lgan. Uni o'sha Aleksey Pavlovich Atlantik degan odam 38-39-yili hammasini tozalab olib chiqib ketgan. Bu materiallar Toshkent muzeyida, Novosibirsk muzeyida, Moskva MGU muzeyida jumladan teshik toshda odam o'sha yerda yotibdi. Bir qismi Ermitajda ham bor. Endi hozir Xatakning materiali hammasi Toshkentdagi arxeologiya markaziga boryapti. Antropologiya nomini oldi u. Bizning hamkorlarimiz endi Xatakda xususiyati shundan iboratki, juda kattakon g'or bo'lgan bu yerda. Mana tomiga e'tibor bersanglar, tomi juda tikka ketgan balandga. Sababi kiraverishdagi tomni qismi kuchli zilzila tufayli uzilib, mayda-mayda bo'lib suyagi chochilgan ekan. Uning ustida odam yurgan. Madaniy qatlam bor yuqagina. Madaniy qatlam g'orning ichiga kirgan sari shib juda ham yaqin, shibga yaqinlashib qolgan madaniy qatlam deb aytdi. Lekin pastdagi yanchilgan tosh brekchiya deydi, pastga borib, uzilib pastga tikka tushib ketyapti hozir. Nariyog'i madaniy qatlam. Necha metrga tushadi? 3 metr davom etadimi, 5 metr davom etadimi, 10 metrga tushib ketadimi bilmaymiz. Lekin qat'iy nazar mana shu madaniy qatlam odatda to g'orning tubigacha, tosh jinsigacha tushish kerak. Ana endi eshitdi perspektivasi kelajagi endi tushunyapmiz biz hajmida. Shunga mo'ljallab turib, borgan sari shu ichiga o'yib kirib tushib ketaveramiz. Ammo ishimiz sezonda kalta, 1 oy 20 kun ishlaymiz. Shuning uchun planimiz tez-tez o'zgarib turadi. Birdan katta hajmdagi ishni bajara olmaymiz biz.